boshqadan gaplashyapmiz. Yana gap aytasiz, men Motorolaga xizmat ko'rsataman. Mana do'stlarim, mana yana yo'nalish tushuntiraman. Men bloger Rustam Ahmadboy yo'nalish tushuntiraman. Mana yangi hayot mahallasidan kelinadi. Mana yangi hayot mahallasi arab hali Xumo, mana Zafar Xumomi? Xumoning Zafarovkasining orqasiga mana yo'nalish, mana moto zapcha, mana moto servis. Yangi hayot mahallasi ham ochilgan. Bu nima? Avto servis. Shahrisabz shahri bilan Buxoro shahri hamkorlikda ochilgan mana moto servis. Mana videoga olay afishani. Mana hozir videoga olamiz mana moto servis nimalarini. Mana ko'rib turibsizlar, mana Motorola kelgan, mana men ishga kiraman, bloger Rustam Ahmadboy, mana arenda telefon nomer. Mana kantashkalar bor ekan ish. Mana zavodga gap yo videoga olaman. Kechirasiz, hozir bu asak, bu hozir 1 minutga mumkinmi esa? Mana hozir mana yamaladi deydi, mana Motorola kelgan. Bu hozir men biladi videoga olaydaman. Bu hozir mana shu Motorola haqida menga yaxshi, bisra. Shu Motorola haqida nima kamchiliklar bor? Motorollarda xullas Xitoy Motorolalarni hammasini qaysi turidan qat'iy nazar hammasini elektromobillarda ham qilyapmiz. Hammasini atidor remont qilamiz. Rama yasash kerakmi, ko'zib yasash kerakmi, nima xizmat bo'lsa hammasini qilamiz. Kraska qilish kerakmi, qilamiz. Farqi yo'q. Kraska. Atidor. Bu bunga nima bo'lgan? Mana hozir bloger Rustam Ahmadboy soat bo'lyapti. Motorolamiz soat bo'lyapti. Boshqacha yig'ibsizlar, Boshqadan ochib yig'amiz. Shuni kecha motor qildik, endi zardimoslarga ishlar bor ekan, shularni to'g'rilayapmiz. Ular qo'shamalamiz. Uni ham videoga olib qo'yib qo'shamalamiz. Shu necha yil o'qidingiz endi bunga? Necha yil o'qib keldingiz? Yo'q. Xitoy Motorola avto servislik, necha yil o'qib keldingiz? Yo'q, Tuhmatalan bu yo'q. Motorola chiqqandan beri shu sohagamiz. Haydadik, boshqa Motorola haydadik. Shu sohaga kirdik o'zimiz. Asosida ustachilik o'rgandik, birga ustozlarimiz bo'ldi, ulardan o'rgandik. O'qish qayerga bo'lgan? O'qish. Buxorogami? Buxoro shahrigami? Yo'q, o'qish Buxoroga bo'lmadi. Shu yerga o'zimiz ustalardan hunar o'rgandik. Ha. O'zimiz shu Shahrisabz ustalardan hunar o'rganib. Tabrik so'z aytsangiz ustalarga, tabrik so'z aytsangiz. Ayni ustalar joni sog' bo'lsin. Qurbon hayit bayram kelyapti. Ustozlarni tabriklaymiz. Ya'ni ustozlar sog' bo'lsin. Ular sog', biz sog'. Qurbon hayit bayramini tabriklamaysiz, kirib keling. Hammani tabriklaymiz. Keladigan Qurbon hayit bayrami. Qurbon hayitlarimiz nasib bo'lsa, keladigan bayramlar bilan hammaga kasbdoshlar, motorolchilar, motorol ustalar hammasini tabriklaymiz. Rahmat. Mana mayli. Ishingizga omad Bahodir bu. Mana ko'rib turibsizlar, mana Motorola nimalarini hozir ochib, mana yig'ishayotgan, mana videoga olamiz. Mana endi ikkinchi Motorolaga o'tamiz. Bu haqda ham hozir Bahodir bu bitta videoga olayman. Keyin bu haqda ham menga ma'lumotnoma kerak-da. Buni nimasini ochdingizlar? Qanday kamchilik bor ekan bunga? Buni kamchiligi shu zardimosiga sal pachimliklari tugilib qolibdi, shuni to'g'rilaymiz. Endi bu 3 tonalik Motorolamiz. Shuni to'g'rilaymiz jarayoni. Buni kecha motor qildik, motorlar yaxshi chiqdi, xudoga shukr. Endi zardimosiga qoldi, shu ishni to'g'rilasak, kamchilik shu. Necha yil bo'ldi o'qigansiz? Endi Buxoro o'qib kelgandasiz, Buxoroga? Yo'q, Buxoroga o'qimadik. Biz boshlagan paytligimizga Buxoro ish boshlagani yo'q. Biz eng birinchi motorlar chiqqan paytlari 2011 dan beri qilyapmiz soha. Mana zavod Qarakulga ekan, Qarakulga. Qarol bozoriga. Yo'q, Qarakul shahriga ekan. Buxoroning Qarakul shahriga zavod ochilgan ekan. Bu haqda ma'lumotga ega bo'ldim. Mana Motorollarni ishlab chiqarish zavodi Qarol bozoriga. Yo'q, Qarakul. Qarol bozor. Yo'q, Qarakulga emas, Qarol bozor. Qarol bozorga buni zavodi ochilgan ekan-da. Ochilgan, Qarol bozorga ochilgan zavod. O'qish necha bo'ldi? O'qish necha yil bo'ldi? O'qib kelgansiz. Bu Qarol bozoriga necha yil o'qib keldingiz? Yo'q, Qarol bozorga o'qimadik. Ahmad bu Qarol bozorga o'qimadik. Ishlaymiz deb bordik bir paytlar. Qarol bozorga zavodga ishga olinglar deb borsak, o'sha endi biz haligi atida yig'ib yurganmiz-ku motorlar. Qarol bozorga borganimizga yo'qdagilar aytdiki, zavoddagilar yo'q, bizga tayyor motor kerak. Tayyor motorni keladi biz Xitoydan keladi.
raskolash yig'ilmaydi. Yig'ilsa olaylik ishga deyishdi, shu bilan ishlamadim o'sha paytlar. Aha. Keyin shaharga kelgansizlar, shaharga. Ha, shaharga o'zimiz Ha, Buxorolik do'stlardan bir tabriklab qo'ysangiz, Buxorolik. Qo'llaring sog' bo'lsin, ay. Qirg'oq qaytdilar. Qirg'oq qaytgan. Qirg'oq hayit bilan. Tabriklaysiz, tabrik. Hammasi zavod tikilardi, Buxoroliklardi. Charchamasin, charchamasinlar deng. Charchamasin, motorni bosib chiqaraversin. Bizga ham ish bu. Motor ko'paysa, buzilsa bizga ish bo'ladi. Rahmat. Mana Bahodir bobomiz mana xursandlar, mana ochilish marosimiga mana tabriklayman. Doim motorlar kelaversin. Sizdan bitta ma'lumotlar haydang Bahodir bobo. Nasib inshaalloh. Mana Qirg'oq hayit bayrami tabriklaymiz, charchamanglar. Mana bloger Rustam Ahmadboy, mana Yangi hayot mahallasiga keldilar, mana ko'rib turibsizlar, mana motorol haligi Shahrisabz Buxoro shahar hamko'yda mana motorollarga xizmat ko'rsatish, mana sex ochilgan, mana moto servis ochilgan, mana tabriklaymiz. Buxorodagi do'stlar, asosiy Buxorodagi do'stlarimiz. Mana rahmat sizlarga, mana Shahrisabzga o'z fenallaringizni ochibsizlar. Tabriklaymiz. Endi nima deymiz? Doim mana Shahrisabzga ochgan bo'lsangizlar, Kitob shahriga ham fenallaringizni ochinglar Buxorolik do'stlarimiz. Hammalaringizga uzoq umr baxsh tilaymiz. Kirib keladigan Buxorodagi do'stlarimiz, kirib keladigan Qirg'oq hayit bayramimizni bilan tabriklaymiz. Nimaki yaxshi niyatlaringiz bo'lsa, niyatlarga yetinglar deymiz. To'ylar ko'ringlar, o'g'illaringiz to'yini ko'ringlar. Qizlaringizni kelin-kuyovlar to'yini ko'ringlar, o'g'lingiz bilan kelingiz to'yini ko'ringlar deymiz. Qizingiz bilan kuyovingiz to'yini ko'ringlar, chaqaloq to'ylar, beshik to'ylar ko'ringlar. Doim Buxoro shahriga doim to'y tomoshalar, xursandchiliklar bo'lsin deymiz. Xonandalar qo'shiq aytib charchamasinlar. Mana Shahrisabzga mana fenallaringizni ochibsizlar. Kitob shahriga ham, Kitob shahrining Alaqo'yli qishlog'iga ham o'z fenallaringizni ochinglar deb niyat qilamiz, tabrik so'z aytamiz. Sog' bo'linglar. Bahodir bobomizga ham uzoq umr baxsh tilaymiz. Charchamasinlar, 100 yoshga kirgunicha Bahodir bobo motorollarga labay illa xizmatiga. Mana illa xizmatiga bo'ling deymiz Bahodir bobo. 100 yoshga kirsangiz ham mana o'g'illaringizga o'rgating, o'g'illaringizni olib olib keling deymiz Bahodir bobo. Bahodir bobo o'g'illaringizga ham o'rgating. Shu mana 100 yoshga kirsa shogirdlar bor. Mana o'g'illaringizga ham o'rgating, ular ham o'rgansinlar. Uyda mana sex ochsinlar, mana unday sex ochsinlar, mana moto servis sexini ochsinlar deymiz. Nima deymiz? Tabriklaymiz Bahodir bobo, charchamang. Doim Buxoro shahriga borib yana o'qib keling, bilimizni oshirib keling. Buxorolik do'stlarga alangali salom. Shahrisabz shahriga ham doim to'y tomoshalar, xursandchiliklar bo'lsin deymiz. Buxorolik do'stlarga ham uzoq umr baxsh tilaymiz. Mana ko'rib turibsizlar. Mana Yangi hayot mahallasiga mana bugun bayram ekan. Mana Shahrisabz shahri bilan Buxoro shahri hamkorlikda mana moto servis ochilibdi. Mana ko'rib turibsizlar. Mana yana bir marta Bahodir bobomiz ish jarayonini video kelinglar sizlarga. Qarayvering Bahodir bobo. Qarayvering akalar keling. Mana ko'rib turibsizlar Bahodir bobomizni ish jarayonini video. Mana motorol egalari kelishyapti. Mana ko'rib turibsizlar. Qanday xursandmisizlar aka motorol? Xursandmisizlar deyman. Bahodir boboga bir ikki og'iz tabrik so'z aytinglar. Endi Bahodir bobomizga nima deysizlar? Chiqsin-da tabriklaymiz. Mana hammalari xursandlar. Nima deymiz? Shahrisabz shahridagi Yangi hayot mahallasidagi do'stlarga uzoq umr baxsh tilaymiz. Doim shu mahallaga Yangi hayotmi aka bor? Mana hozir gavlashyaptilar, mana motorolli yig'ish sexlari, motorolli. Mana mayli aziz muxlislar. Doim Shahrisabz shahriga to'ylar bo'lsin deymiz. Yaxshi kunlar bo'lsin. Bloger Rustam Ahmadboy, men sog' bo'ling. Salom bo'ling. Bahodir bobomizga uzoq umr baxsh, sog' bo'ling. To'ylar bo'lsin. Buxoroga ham Shahrisabzga sog' bo'ling, salom bo'linglar.